Chupa Chups. Doimiy xursandchilik. Prank videolar internetda to'lib toshib yotibdi. Olimlarning aytishiga qaraganda, kulgili pranklar inson kayfiyatini 70% ga oshirar ekan. Shunga qadrli obuna etdinglarmi? Men ham sizlarning kayfiyatingizni oshirish maqsadida prank videosini oldim. Maza qilinglar, ko'rib qolinglar va shu videodan 5000 ta obunachi yig'ib olsam, ya'ni ko'rayotganlar obuna bo'lsa, xuddi shunaqa prank videoning ikkinchi qismini olamiz. Da o'rtoq, shunaqa tinchmisan? Yaxshimisan? O'rtoq, bitta savolim bor-da. Sani yo'qolib qolgan telefoningni menimcha topib oldim. Bitta oq futbolkali biratni qo'lida ko'rib qoldim hozir. Mi telefonmidi? 6 ta kichkina dumaloq kamerasi bor. Xuddi shu o'rtoq, mana bitta odam turibdi. Qo'lida soati bor. Telefoning deding qilyapti. Sanmisan telefon qotgan? Bo'ldi o'rtoq, topdim. Nima qilay, 1-2 mi yo o'zing kelasan? Bo'ldi o'rtoq, mana oldimda o'tiribdilar. Da, bo'ldi, hozir men chiqatdim. Men yopishib olaman, mana shu yerda o'tiraman ular bilan. O'rtoq, aytolman-ku. O'zing nima deb o'ylaysan sen? Damas'ni bagajiga nechta maktab qiz o'quvchisi sig'adi deb o'ylaysan? 15 ta sig'armikin, 10 ta 15 ta. Sig'diraylik. Kerak, hammasi kerak menga. Maktab o'quvchisi bo'lish kerak. O'rtoq, vashshay bor-ku, mana shu boshimga tushgan mana shu muammoni qaragan. Endi nima qilsam bo'ladi? Doktor bilan gaplashyapman xullas. O'sib chiqadi, lekin oldingidek katta uzun bo'lmaydi deyapti doktor. Kichkina bo'lib qolar ekan. Endi bilmadim, mazasi ham kichkina bo'ladimi? Menga ko'mayli o'rtoq, xotinimchi xafa bo'ladi-da. Emotsionalniy buryadaman hozirda. Yetmasa ham kerak. Emotional damn it. Mana oldimizda inson turibdi. O'zining tabiiy yashash muhitida, jamoat joyida. Hozir u qanchalik charchaganligini bildirish uchun qo'lini chumchagiga tiqib, nafas olish ritualini bajarmoqda. Nima qilyapsiz aka? Taxminan 30% nogironmilar deyman, sekin oldimga kelyaptilar. Nima qilyapsiz? Hozir orqaga o'tishib olinglar menimcha. Insoniyatdan mana. Bo'ldi o'rtoq. Da. Menchi yo'ldan chiqarib yuboraman kirsovinni unda. No. Ko'k ko'ylak kiyib olgan, jinsi shim taqib olgan bittasi olib borib beradi, xo'pmi? Yandex bilan chiqarib yuboraman. No. Taxminan bitta iPhone ga o'xshagan telefonlari bor qo'llarida, Qora tufli kiyib olgan olib borib beradi kirsovinni. Unaqa ko'p ishlatmadim, bemalol ishlataverasan o'zing ham. Shunaqa o'rtoq. Xullas qara, bu vashshi zo'r sun'iy intellekt ekanda. Shunda odamlarning rasmini olasan, rasmga jo'natasan, odamni yalang'och qilib berar ekan. Ishonasanmi? Vashshi zo'r-da o'rtoq. Hozir senga bitta misol tashiyman. Chipaloq aka. Chipaloqni ham aka. Yo'q, aka, chipaloqni ham. Telefon ko'raylik. Hozir shuni bitta o'rtog'im jo'natib yuboring. Bo'lmaydi. Telefon bering. Yo'q aka, u yomon narsa qilayotganmi? Telefon bering. Ha, bo'p, o'zim beraman, aka, bo'ldi hozir. O'rtoq, qalaysan? Da. O'rtoq, короче, senga yoqadigan saytlarda aytadi-yu, sizdan 100 metr uzoqlikda Natasha bilan Nataliya turibdi deb. Shu Natasha bilan Nataliyani topib oldim. Mana как раз shu saytdagi rasm bilan bir xil. Bittasi oq, bittasi qizil kiyib olgan. O'rtoq, mana unaqa 100 metr uzoqlikdan emas, 5 metr uzoqlikda ekan. Lab yo'q aka? Shibala bo'lyapti. O'rtog'im bilan gaplashaman. Bizani aytosizmi? Yo'q, sizlar nima? Isminglar Natasha bilan Nataliya emasmidi? Yo'q, xabarlar yo'q. Yomon o'xshir ekansizlar-da. Kimga o'xshirkan? Natasha bilan Nataliyaga. Hazillashyapti. Yo'q, aka, hazillashmayapman. Veb-saytda bor-da. Veb-saytda bor. Qanaqa veb-sayt? Zo'r, sizlar yoqadigan veb-sayt. Qanaqa yoqadigan veb-sayt? Nimaga do'st aka, o'zidamisiz? O'zimdaman, brat. Shunaqaman. Ismingiz nima edi? Tanayman. Ishingiz bormi? Nedan boshlanmaydi? Hazillashyapsizmi? Aka, yuring, gaplashaylik aka. Salom! Mazax prank ko'ryapti, bizdimmi, beliga tepdimmi ish qilib. Hozirgacha ko'rilgan pranklar qiziq ekanmi? Odamlarga zarar ham bermagan mana. Bitta dona marta olib ko'rdim, odamlarga zarar berib, u ham oxiri mana bunaqa tugadi.
Shunga qolgan pranklarda unaqa narsa qilmadik, hech kimga zararimiz tegmadi. Sizlarga esa video yoqayotgan bo'lsa, komment yozib, like bosish, esdan chiqmasa obuna etdinglarim. Da o'rtoq, shunaqa nima gaplar, tinchibsan? Sanga anu aytgan sun'iy intellektim bor-ku mani. Assalomu alaykum bolalar, yaxshisizlar? Da o'rtoq, qarochi o'sha sun'iy intellektga bunaqa funksiya qo'shilibdi. Kimni rasmga olib jo'natsang, o'sha odamni yalang'och chiqib ko'rsatib berar ekan. Da. Bitta sinab ko'ramizmi? Bo'ldi hozir. Bo'ldi o'rtoq, jo'nataman. Ha? Yo'q, hech bola. Jo'natdim rasmni. Kimga jo'natasiz? Oke, hech bola bo'lmadi. Prosta sizni rasmga oldimda bitta sun'iy intellekt tekshiryapmiz. O'zimdan so'ramaysizmi? Oke, qilsam bo'ladimi? Siz olib bo'lganingizni tashlab bo'lganingizni degan aytasiz. Mayli, oke, hechdan ko'ra kech yaxshi, maylimi? Qilsam. Qanaqa rasm bo'ladi? Yalang'och qo'yamiz. Yo'q, oke, siz yo'q, yalang'och, kiyimingiz bor-ku. Sun'iy intellekt sizni yalang'och chiqib qo'yar ekan. Yo'q, aka, siz hozir nima qilmoqchisiz? Aka, siz. Bo'ldi, oke, hozir o'chirib tashlayman. Shundoq. Bitta ko'rib olaylik, o'chirib tashlayman. Oh my god! Ko'rgan narsamni qaytib unuta olmayman. O'rtoq, shu manekeningni qaytarib beraman, jigarim. Ishim tugamadi. O'zi Parisiz maneken berib yuboribsan. Bugun kechqurun ishimni ko'rsa, ertaga ertalab oldingda bo'ladi. Xullas, og'ayni sun'iy intellekt chiqibdi bitta. Bashchi zo'r yengichasi. Shunda odamlar rasmga olasan, keyin odamlarni yalang'och chiqib senga ko'rsatib berar ekan. Bo'ldi, misol qilib qolsanga rasm tashlayman. Qayk razman bitta mana ikkita. Nima yapasiz? Ha, bitta eksperiment qilyapmiz. Sun'iy intellekt chiqib turgan tekshiryapmiz-da. Yo'q. Rasmga o'chiring. O'chiring. Hop. O'chiring. Shuni bitta ko'rib olay, o'chiraman. Ko'rmang, o'chiring. Ne unaqa qarabasiz, o'chiring. Bo'ldi, men o'chib tushaman, bo'ldi. Men ko'ring, nima kimga tashlab Bo'ldi, o'rtoq, tashladim, bo'ldi, mana rasm bo'ldi. Men u kirsovunni oxirigacha ishlatmadim, turibdi. Sen kerakmi? Bo'ldi, o'rtoq, dastlabki qilib chiqarib yuboraman. Bitta yashil kep kiyib olgan ko'k futbolkalikni brat olib beradi. Ha? Yo'q, aka, Yandex. Dastlabki. Og'aynim kirsovun kerak ekan. Qo'li uyushgan, o'tirchimmi? Ha, bo'ldi, olib beradilar, hop dedilar, hozir ruxsat so'radim. Shunaqa gaplar. Akbar qarama bilan. Kecha sening gap otgan bolalar qara. Xuddi o'zi. Bor talpan yig' tez. Kilomiz kuchimiz yetmaydi. Tez hamma yig'ib hozir. Bu yerda qon chiqadi hozir. Kecha yomon ish qildinglar bolalar. O'rtoq, qarochi mencha yo'qotib qo'ygan telefoningni topdim. iPhone'midi? Ha, 3 ta kamerali, ha, topdim o'rtoq. Usti sal singan edi-ya. Da bitta qora futbolkali bratda ekan. O'rtoq shunaqa. Ey, o'rtoq. Kecha Adelani oldin qochib ketgan to'g'ini topib oldim. Oqmidi rangi? Ha. Ha, bo'ldi, shu yerda turibdi mana. Bo'ldi, Yandexdan jo'natib yuboraman hozir. Da, o'rtoq, shuni aytaman men ham. O'zi nima deb o'ylaysan? Damasga nechta bola sig'ar ekan? Bir 10-15 ta maktab bolalari sig'armikan, qizlar? Sig'dirib yuboraylik, iloji yo'qmi? Da, o'rtoq, shunaqa deyapman-ku. Xullas, yangicha sun'iy intellekt chiqibdi. Bashchi zo'r ekan-da. Shunda odamlarni rasmga olib tashlar ekansan, odamlarni yalang'och chiqib berar ekan. Og'ayni, yaxshi ko'rib qolgan qizimni tug'ilgan kunida bugun. Happy birthday qilib tort olib beray deb o'tdim. Qarochi menga tort ustiga shaqam kerak. Bitta 2 raqami kerak, bitta 1 raqami kerak, tushundingmi? Yo'q, 2 bilan 1 kerak, lekin 21 ga kirayotgani yo'q. Endi, bilasan, menga o'zi yoshlar yoqadi. Og'ayni, qarochi menda yangilik bor bitta senga. Seni yo'qotib qo'ygan telefon bor-ku. Ha, shu yo'qolib qolgan telefoningni topdim. Mana oldimda turibdi, bittasini qo'lida. To'rtta dumaloq kamerasi bo'lgan Honor telefonimidi? Qarochi, yomon xabarim bor senga. Doktor bilan gaplashdim. Doktor aytadiki, tug'ilimiz qaytib o'sib chiqadi, lekin oldingidagi katta bo'lmaydi deyapti. Sal kaltaroq, kichkinaroq qolar ekan. Bilmadim, hozir men ham endi shokka tushib qoldim. Yaqinda to'y bor endi. Kichkina bo'lsa g'alati-yu.
O'rta, sen yo'qolib qolgan telefoningni topdimmi? Samsung S24 Ultra'midi? Shu 3 dumaloq, 2 kichkina kamera bor-a? Ha, bitta qora kiyimli brat turibdilar. Mahalladagi bolalarni yig'ib kel. Ha, bo'ldi yozsam? Yig'. O'rta, Adelan fermasidan ikkita tovuq qochib ketdi-da. Oldim turibdi-da. Olasang yandek qilib chiqarib yuboraman. Bitta oq, bitta qora rangmidi? O'rta bitta yangi sun'iy intellekt chiqibdi-da, ha. Odamlar rasmni tashiysan, yalang'och chiqib berar ekan. Bo'ldi, men senga yozib rasm tashiyman, ko'rasan, misol qilib ko'ramiz. Mana olsun. Ha? Mana yuzaga olsun. Yo'q, aka. Rasmga. Olmay mana aka. Ya Sardor aka, kecha singizga gap otgan bola-yu. Ha, g'irt o'zi. Yuring mahalladan bolalarni terib kelaylik, dabdalasini chiqaramiz buni. Bor talpa olib kel. Ketdi. O'sha bola. Olib kel, bor talpani. O'rtoq, qarochi bitta sun'iy intellekt topdim. Odamlarni rasmga olib jo'natar ekansan, odamlar nima o'ylayotganligini senga aytib berar ekan. Как раз mana oldimda ikkitasi turibdi. Rasmga olaydi, senga tashlab beray. Qani nima o'ylayotgan ekan, bilib olamiz. Jo'natdim o'rtoq rasmni. Ha, ko'ramiz endi bular nima o'ylayotganini. Brat, 12 ta pingvinni nima qilasizlar? Fantaziyalar fantastik ekan, lekin bor-ku. Ha, o'rtoq yaxshimisan, charchamayapsanmi? O'rtani kechadin yo'qotib qo'ygan ikkita tovuqlari bor-ku. O'sha ko'rib qoldim, yonimda turibdi shunda. Bittasi ham oq futbolga, ikkinchisi ham oq futbolga deganda, o'rtoq, nima qilay, dastavkadan chiqarib yuboraymi? Aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Shuna telefon qolsam maylimi? Telefoningiz bor ekan, ha? Bo'ldi, zarilib terasiz. Xo'sh. Ismingiz nima edi? Diyorbek. Halo o'rtoq, qalaysan? Bo'ldi o'rtoq, mana shu telefonga kodni jo'nat, men senga aytib beraman. Diyorbek degan bitta bolaniki ekan. Oh my god! Bo'ldi, kod keldi. 451567. Ha, Diyorbek. Ana, so'rab olsangiz. Ha? Yo'q, telefoningiz kod keldi, shu o'rtog'imga aytdim-da. Hop, nima sababdan? Yo'q, yomon sabab yo'q. Nima qildingiz hozir, men tushunmadim. Aka, qarang, o'rtog'im uyini podezini kodi bor. Esidan chiqib qopti, o'shani telefoningizga jo'natdik-da. Endi mana uyga kiradi o'rtog'im. Mana shunaqa nomerdan keladimi? Ha, 8400, ha. Bo'ldi, endi podezga kiradi-da. Qarang lekin. Like I told you like million times, I need the mannequin tonight. The job is not done, all right? I'll be needing it. And I asked a mannequin with a wig on it, but you just gave me a mannequin itself. But I'm still managing, okay? It's quite nice shaped mannequin, thank you. But yeah. Endi oxirgi prank esa qadrli obunachilar sizlar qilasizlar. Qani kim eng ko'p komment yozib prank qila olar ekan? Ko'p komment yozinglar. Qani kim elit yoza olar? Elit emas, mayli hop. 20 ta elit. Olasiz elit qilib yuboring. Rahmat aytdim.